Assalomu alaykum azbekajonlar. Kanalim muxlislari hamda mehmonlari, xush kelibsiz. Sog' salomatmisiz? Ro'zalar bilan charchamay yuribsizmi? Mana bugun bir tongimiz o'tdi yana. Yaxshi kunlardan bo'lsin, yaxshi tonglardan bo'lsin. Menga juda ham yaxshi bo'ldi. Bugun bir qo'shnimga gul zakaz qiluvdim. Mana gul olib kelib berdi menga shu qiz. Parnikda ishlayapti ekan. Bittasi geran, mana bittasi begoniya. O'zim shunaqa zakaz qildim. Shunaqa gullar yaxshi ko'raman. Begoniya ham har doim ochilib turadi. Ochilibdi, oq ekan gullari. Mana ko'ryapsizmi? Ko'rinyaptimi? Hali geranimiz ochilgan yo'q ekan. Donasi mana shu tuvagidagilarni 10 ming so'mdan 20 ming so'mga oldim. Hozir endi o'zim bozorga ketyapman. Borgan joylarimda sizlarga obzor qilib boraman. Marhamat qilib tomosha qilinglar. Besharifda bozoriga keldik mana. Narsalar. So'rangda bir narsalarni. Narxini, ha. Oyoq kiyimlar mana. Qaysi? Mana. Jam shakanda bu. Chang olmaydimi? Nima dublonka ekan? Kelinglar, dublonka. Dublonka. Chang olmaydimi deyman-da? Yo'q. Nech pul ekan narxi? Bular 55 ming bor. 55 ming. Narx tushasizmi axir? Ozgina o'tiraveradi. Yana qanaqalar bor? Bo'lmaydi u. Yaltiraqan. Kimonolar ham bor. Ko'raylik chiqani. Qancha ekan bular? 50 ming so'm yozib qo'yibdi-yu ana. Tapichkalar ana pastda turibdi. 50 ming so'm. Nima ekan? Qarang. 50 ming. Bular mash qatoringiz hammasi 50 ming so'mdan? Tapichkalarmi faqat? Ha. 50 ming so'm. Qanchada beryapsiz? Bo'larmi shu? Bo'ladigan, ha? Olmalar qanchadan ekan? 5 mingdan bo'ldi. Mandarinmi, nima apelsinmi? Mandarin bu. Qancha u? 25 mingdan. Olmalar mana 5 mingdan. Qizili, sarig'i farqi yo'qmi, xola? Nokmi? Nok o yetki, chetdiki-da bu. Sersu. Endi kelyapmiz. Dışarıda bozorida. Biroz olib ketdik. Siz so'rab keting-da. Baloningiz qanchadan? Mana bular qancha ekan? 15 ming so'm. Bunisi ham? 10 ming so'm. Ro'molmi? Ha? Ro'mollar, shapkalar. Ariza yozgan keldim desa, 30 ming. Arada bozorida mana tabakalar. Men bu yog'i shashlik mana. Qanchadan bo'pti sening? Kilosi, ha? Kilosi 55 ming ekan. Pirashki 2 mingdan. Go'shlimi? Go'shtli, kartoshkalik. Aha. Somsalarimiz. Somsalar qanchadan? 2,5. Ko'kat bilan go'shtliga? Kartoshkalik. Kartoshkalik. Ikkalasi ham narxi bir xil? Yo'q, go'shtlik 3 ming. Aha. Kartoshkalik? 2,5 ming. Oyoqlariga tapichka olmoqchimiz. Qanaqa olishni bilmayapmiz. Tapichkalar juda ham ko'p, xilma-xil. Oyoqqa kiyadigan, uyga kiyadigan sumkalar. Aralash bozorda bu yerda. Besharada mana ro'za tutmaganlarga shashliklar. Lekin Beshariqqa kelmabsiz, shashligini yemabsiz. Shashliklarni yaxshi qilishadi bu yerda. Mazzali. Mana nonlar, somsalar, mana juda siropchilik. Mana nonlar qanchadan ekan singillar? 5 mingdan. Chiroyli bo'pti nonlaringiz. Tuxum qanchadan ekan endi? Tuxumlar mana 1100. Qancha bo'ladi 30 ta shunda? 30 tasi 33 ming bo'ladi. Kolbasalar, har xil assortimentda ekan. Tur-turidan.
o'zimmi bular? Beshariqda ham ishlab chiqarish ko'p. Ko'ylaklar chiqishyapti mana. Ana ko'ylaklar. Necha pul ekan shu ko'ylagingiz? 65 ming ekan. O'ylab lazım. Mana qarang. Ko'ylaklar shunaqa chiroyli ko'ylaklar ilishibdi mana. Necha puldan bu qatoringiz? Qatormi yoki hammasi alohida rasm? Mana ikkitadan, opa. Mana shundan, mana shungacha 85 ming. Ana ko'ryapsizlar? 85 ming. Xabar yo'q mana ular. Ha, xabi material ha? Ha, xabar. Aha. Toza xabardan. Mana bular 65. Ular nima materiali? Bular qumbat. Kombat. Ha, qumbat. Aha. Bular 65 mingdan 60 mingdan qilib. Ha, mana tegi qora nima ham chiroyli ekan. Bambuk deydim buni. Ha. Bambuga uzunligi ham yaxshi. 80 mingdan berishyapti ekan. Agar beshariqliklar ko'rayotgan bo'lsalar, mana arzon joyda topib qo'ydik, kelaverasizlar. Mana 100 ming kelishadi yana bular. Mana o ikkovi 85 ming 80 makina o'rtasida. Ashyoliklar. Mana uni Fasoni ham chiroyli. Aqcham ajr bu. Ha, shuning uchun yoqtiryapsan. Shuning uchun ha, mana Böyle ko'ylaklar bor ekan mana. Qanchadan ekan bular? oldidagi ko'ylaklar ekan. Ko'ylaklar qancha? 120 ming. Lozimi bilan. 30 mingdan Nargis shtapilmoqchi. Shtapillar qanchadan bo'lyapti? Tozasi 15 ming, mana bu 12 ming ekan. Aha. 15 ming, 12 ming. Billurlar. Mana ular qancha ekan? Shu beradi ekan. Ko'proq ekanlarga tushib beradi ekan. Mana arzon joy ekan, kelaverasizlar. Necha pulda isiriqlaringiz? 5 mingga 3 bog'. Bog'ini ko'rsatib yuboring-da. Ha, ana shu bog'idan 3 bog', ha? Tapchikalaringizni olyapman. Reklama qilyapman tapchikalaringizni. 35 ta opa ba'zi joyda mana uni sotyapti. Men katta qo'yib bermayman opa. Mana bu odam qancha qilgan ekan? So'rab ko'ring. Esimda qolibdimi? Kecha ovqatim esimda yo'q. Sizlar tushmish qo'z bo'lyapti. Katta qo'yib berganim yo'q. 40 mingga berdilar ana tapchikani. Aylan yana shunday olibsiz-ya bitta. Bozor. O'zingizni ham qo'yamiz, qizlar ishqiboz bo'lib qolsa. Mana shu kamizda tuxumlar. Bugungi narxlari optimga 1200 dan, mana bunisi 1100. 850 dan ham bor ekan mana. 50ligi ham bor. 650 ga ham bor ekan. Aksiya bo'la 25 ming. Ana 25 ming so'm bitta kletkasi. Savdalaringiz bersin. Faqoli bor, ko'rdingizmi akani? Qaramabman. O'xshatdim-da, lekin. Necha puldan endi bundan narsa? Bir xillarichi. Mana shu yakandozingizni 4 tasi qancha bo'lyapti? 400 ming bo'lyapti ekan, 100 ming so'mdan. U yoq bu yog'i bir xil, ha? Yo'q, Ha, astari alohidami? Ha. Ko'rsatib yuboring. Ha, astari alohida ekan mana. Yakandoz, to'shab o'tiradigan. Menga fartikka ro'mollar o'rab ko'rishyapti mana ayollar. Ko'zingizni olmayman. Telefon olaveraman. Ana, ro'mol o'rab ko'rdim. Ha, yaxshi. Savdoyingiz kelaveradi keyin. Mana chiroyli o'zingiz nima qilib turing? Mana chiroyli ro'mollar bor ekan, 10 ming so'mdan. Mana Beshariqimizni bozorlarini ko'ryapsizlar, o'rtoqlar. Qancha ekan? 15 mingdan, ha? Bularchi? 10 mingdan, 15 mingdan ishtonchalar, bolachalarga savdoyingiz berdi. Beshariq nonlari mana chiroyliligini qaranglar, o'rtoqlar, patirlar. Mana patir, ha. Sharpaxon nimasini olib keldik-ku? Mana shirin. Nech puldan ekan nonlaringiz, singlim? 5 ming. Nargisi
Mana bu nommi? 5000 ashlo. 5000 dan ekan bu. Ha bunisi? Bilmayman. Patr qancha? Faqat kilosi qanchadan? Kilosi 50 mingdan ekan mana. Bizni Besharada turib bunaqa pishiriqlar bor. 50 ming. 50 mingga tayyor. Ayting. Hammasini aytavering. Ha, kilosi. 30 mingdan xurmolar. Xurmolar 30 mingdan, ha? Ha, pechaqandlar qanchadan? Kilosi 20 ming. Ha, mana bu nima deydi? Yer yong'oqchi? 25 mayizlaringiz? 70 ming. Navvatchi? 18 18-15. Oqqandlar qancha? 15 ming. Makaronlar? 10 mingdan. Bozordan qaytyapman. Hamma narsani oldim, oladiganimni. Endi bozordan chiqib ketaman. Yo'q joylardan, stoyankadan yurib o'tyapman. Bo'lmasa odam to'la yurib bo'lmaydi. Bozordan obzorlar qildim. Hozir olib kelgan narsalarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Salat qilmoqchiman. Teftelli sho'rva qilmoqchiman. Semichka oldim. Kilosi 30 ming. Semichkani kilosi. Tuxum 30 ming. Bizda bodringlar qancha edi? Bodring ham 30 ming. Pomidor ham 30 ming. Yo'q, naryoqda 30 ming ekan pomidori, qani? Mana pomidor. Mana shunaqangi pomidorlar bilan qizil chiroyli, qizil. Kilosi 30 ming. 30 ming, 25 mingdan tortib 30 minggacha. Olmalar, noklar, olmalar qizili 15 ming, sarig'i 7 ming, noklar 17 ming, 15 ming, 16 ming shunaqa narxda ekan. Yana banan esimdan chiqibdi o'rtoqlar. Yodimda yo'q. Apelsin 20 ming, 25 minggacha. Unlar mana Vichy sort un oldim 2 kilo 10 ming so'mdan. Kilosi 10 ming so'mdan. Shakar 15 ming so'm. Sabzi 6 ming bizda. Qizilcha ham. Qizilcha 10 minggacha ekan. Svikla. Mana shuni qilib bozor qilib keldim o'rtoqlar. Konfetlar har xil nimasi. Suvlar 7,5 mingdan ekan mana shu suvlar. 1 litrlik suvlar. O'zimga mana ovqat qilayotganda taqvolib ishlataman deb fartug oldim. Fartug ham 10 ming so'm. Azizlarim, mana bozorda ham qilib keldik, charchadik. Endi xudo xolasa ertadan yeng shimarib yana ovqatlarda qilishga bel bog'laymiz, fartuklar tutib. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Tutgan ro'zalaringiz dargohida qabul bo'lsin. Sizlar uchun duodaman. Allohim asrasin o'zi sizlarni. Xayr, yoqqan bo'lsa obzorlarimiz like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Albatta obuna bo'lishni unutmang azizlar. Xayr, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr.